Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Bugungi kunda meni 22 mingta Instagramda obunachim bor. Mana shu ishni jurnalistikani boshlaganimda mahallam meni ko'rarmikin degan maqsadda boshlaganman. Hozirgi kunda nafaqat o'zimizni tumanimiz, Uchko'prik tumani, balki butun O'zbekiston bo'ylab meni kuzatyapti. Buning uchun rahmat deyman. Men qo'shiqchi emasman yoki qiziqchi emasman yoki yangiliklarni insonlarga aytib turadigan odam emasman. Agar yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, Kun.uzga kiring. Muammoli yangiliklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Taftish.uzga kiring. Men oddiy qalbimga kelganini, boshimdan o'tkazganini she'r qilib yozadigan oddiy insonman xolos. Sog' bo'linglar. Jon akalar degan she'r o'zimni boshimdan o'tkazganimni she'r qilib yozilayotib turgan she'r. Buni kamchiliklari bordir, qofiyaga tushmagandir yoki boshqa bo'lmagandir. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Mana shuni birinchi qismini qo'yganimda 22 mingta obunachidan hatto 2 ming, 2,5 mingta sizga kuzatmadim menimcha. Qaytamiz endi. Lekin boshimizdan o'tkazganini yozamiz, yozib boramiz hayot daftarimizga. Sog' bo'linglar. Qachondir biz ham o'tib ketamiz. Biz ham boylab qo'ygan joyi yo'q. Balki bu she'rlarni biz o'tib ketgandan keyin eslab, balki o'qir, balki farzandlarimiz yod olar. She'ringda qofiyasi yo'q degan odamlarni farzandlari, nabiralari men yozgan she'rlarni qo'shiq qilib aytib yurar. Komediya qilib kulishib yurar. Sog' bo'linglar. She'rni eshitinglar.